Avir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Gentra mashinasi 2022 ga 23 58 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalari top-toza 3-peysi avtomat korobkasi bo'ladi o'klar. O'klar mashinani navrot qilib qo'yilgan. Original Amerikanka optirali qo'yilgan. 4 ta yangi archa bo'lganligicha qo'shdi balonlari ham zo'r holat turibdi. Tayinrovka ruxsatnomalari ham bor. Xo'p, 4 tishi shumka qilingan, salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham o'klar zo'r. Akkuratniy, приятный holat turibdi. Mashinaga qimmat chexol, Evkordan ko'rli solingan, Malibu rullargacha qo'shibdi. Yaxshi magnitofon, 970 garput, video registrator. Xo'p, mashinaga temir gaz bo'lganligicha ustunovka qilingan. Mashina yaltirab, olov bo'lib turibdi o'klar. Texnik holatdan ham hech qanaqa muammosi yo'q. Kuzlardan ham qirilgan shilingan joylarni ko'rmadik. Okamiz bilan narxini tortishib bo'ladigan narxini aytdilar. $13,500 baholaydi. $13,500 2022 ga 23 minishga tayyor Gentra mashinasi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin.